Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 25 avgustdan pensiya va nafaqa oluvchilar uchun ayrim tartiblar, tekshiruvlar, hujjatlarni to'g'rilash va to'lovlarni olish bilan bog'liq masalalarda e'tiborli bo'lish kerak. Bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar va bank kartasi orqali pul tushishini kutayotganlar uchun juda muhim. Men hozir sizga oddiy tushunarli tilda aytaman. Kim xavotir olish kerak? Kimning pensiyasida muammo bo'lmasligi mumkin? Qaysi hujjatlar tayyor turishi kerak? Qaysi holatlarda to'lov kechikadi? Qaysi xatolar tufayli odam o'z pulini vaqtida ola olmay qoladi? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensiya tushishini kechiktirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu gaplar har bir xonadonda kamida bitta odamga albatta kerak bo'ladi. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, hujjat aylanishi va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq savollarni kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik davom etadi, hech narsa tekshirilmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida doimiy ravishda ma'lumotlar solishtiriladi. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank rekvizitlari, tiriklik holati, nogironlik muddati, ishonchnoma amal qilish muddati, fuqaroning boshqa to'lovlar bilan bog'liq holati va hatto ayrim hollarda ishga kirgan-kirmagani ham tekshirilishi mumkin. Avval ko'p narsa qog'oz hujjatga, mahalla yoki pensionerning o'zi olib kelgan ma'lumotnomaga bog'liq edi. Masalan, odam pensiya naqd pulda olsa, pochtachi yoki mas'ul xodim ro'yxat bo'yicha olib borar edi. Bank kartasiga o'tkazishda esa bank rekvizitlari to'g'ri bo'lsa, pul tushaverar edi. Hujjatdagi mayda xatolar ba'zan uzoq vaqt sezilmay qolardi. Endi esa elektron bazalar ko'paygani sari bitta raqam noto'g'ri yozilsa ham tizim uni aniqlaydi. Masalan, JSHIR raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pasport almashtirilgan bo'lsa-yu, yangi ma'lumotlar fondga yetib bormagan bo'lsa, bank karta muddati tugagan bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. 25 avgust sanasi atrofida ko'pchilik hududlarda aynan shunday masalalar bo'yicha yangilanish, ro'yxatlarni tekshirish, to'lovlarni aniqlashtirish, bank kartalari va hujjatlarni moslashtirish ishlari kuchayishi mumkin. Shuning uchun men bu videoda sizni vahimaga solmoqchi emasman. Aksincha oldindan tayyorlanib qo'yishingizni xohlayman. Chunki tayyor odam navbatda qiynalmaydi, hujjat izlab sarson bo'lmaydi. Pul tushmasa nima qilishni biladi. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki hozir ko'pchilik to'lovlar bank orqali amalga oshiriladi. Agar sizning kartangiz muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqamingiz yopilgan bo'lsa yoki karta boshqa telefon raqamiga ulangan bo'lsa, pensiya yuborilgan bo'lsa ham siz uni ko'rmasligingiz mumkin. Ba'zan odam menga pensiya tushmadi deydi. Tekshirilsa, pensiya fond tomonidan o'tkazilgan, lekin bank tarafida karta faol emas bo'ladi. Masalan, 6 yoshli otaxon har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kishining kartasi iyul oyida muddati tugagan. U o'zi buni sezmagan. Chunki oldin bankomatdan pul yechib yurgan, keyin farzandi ilova orqali tekshirgan. Avgustda pensiya yuborilgan, lekin hisob faol bo'lmagani uchun pul qaytib ketgan yoki bankda ushlanib qolgan. Natijada otaxon pensiyani kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo karta muddatida. Shuning uchun karta old tomondagi oy va yilni albatta tekshiring. Ikkinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda nozik masala. Ayrim pensionerlar yoshi katta, yurishga qiynaladi, kasal bo'ladi yoki chekka qishloqda yashaydi. Shuning uchun o'g'li, qizi, kelini yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnoma abadiy emas. Unda aniq muddat bo'ladi. Agar muddat tugasa, bank ham, pochta ham, fond ham pulni boshqa odamga berishga haqli emas. Bu pensionerni himoya qilish uchun qo'yilgan talab, chunki pensiya shaxsiy mablag' hisoblanadi. Misol keltiraman. 25 yoshli onaxon qiziga 2 yilga ishonchnoma bergan. Ishonchnoma 20 avgustda tugagan. Qizi 26 avgustda pensiyani olishga boradi. Bank xodimi pul bermaydi. Qizi xafa bo'ladi, har oy olib yurardim-ku deydi. Ammo xodim qonun bo'yicha to'g'ri qiladi. Bunday holatda yangidan notarial ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi yoki pensionerning o'zi tegishli tartibda tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun
ishonchnomaning sanasini bugunoq tekshiring. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, odatda har safar qayta ko'rik talab qilinmaydi. Lekin ayrim hollarda nogironlik ma'lum muddatga beriladi. 6 oy, 1 yil, 2 yil. Muddat tugasa tibbiy ijtimoiy ekspertiza bo'yicha ma'lumot yangilanmaguncha to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato. Odam men kasalman-ku, hamma biladi-ku deb o'ylaydi. Tizim esa hamma biladi degan gap bilan ishlamaydi. Tizimga rasmiy qaror kerak. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha 907 ming so'm nafaqa oladi. Uning qayta ko'rik muddati 24 avgustda tugaydi. Agar u oldindan shifokorga bormagan bo'lsa, hujjatlarni tayyorlamagan bo'lsa, yangi xulosa kech chiqsa, sentabr oyida to'lov kechikishi mumkin. Keyin hujjatlar to'g'rilansa, ayrim holatlarda qayta hisob qilinishi mumkin. Lekin odam bir muddat pulsiz qolib ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman, tibbiy hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. 4-guruh pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Bu ham juda keng tarqalgan holat. Kimdir pasportini yo'qotadi, kimdir ID karta oladi, kimdir familiyasini o'zgartiradi, kimdir yashash manzilini boshqa tumanga ko'chiradi. Agar yangi ma'lumotlar pensiya organlariga, banka va boshqa bazalarga to'liq yetib bormasa, ism sharif, tug'ilgan sana yoki joy shashir bo'yicha mos kelmaslik paydo bo'ladi. Bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan, bankda esa O'g'loy deb kiritilgan yoki familiyada apostrof tira bitta harf farqi bor. Odam uchun bu mayda narsa, lekin elektron tekshiruvda bu alohida shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlardagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xil yozilganini tekshirish kerak. 5-guruh pensiyani naqd shaklda oladiganlar, ba'zi joylarda hali ham pensiya pochta yoki boshqa xizmatlar orqali naqd beriladi. Bu holatda pensioner uyda bo'lmasa, boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, vaqtincha farzandinikiga ketgan bo'lsa, to'lov qaytishi yoki keyingi sanaga o'tishi mumkin. Pochtachi kelganda uyda hech kim bo'lmasa, u pulni eshik oldida qoldirib ketmaydi. Bu xavfsizlik masalasi. Shuning uchun agar siz vaqtincha boshqa joyga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan xabar bering yoki to'lov shaklini bank kartasiga o'tkazish haqida o'ylab ko'ring. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, telefon raqamingiz ishlasa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, nogironlik muddatsiz bo'lsa yoki qayta ko'rik sanasi hali uzoq bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Masalan, 63 yoshli ayol har oy 20 million, nirjit 20 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. ID kartasi amalda, bank kartasi 2027 yilgacha amal qiladi. Pensiya to'g'ri tushyapti. Yashash joyi o'zgarmagan. Bunday odam uchun asosiy vazifa karta muddatini kuzatish, telefoniga kelayotgan SMS'larni tekshirish, firibgarlarga ma'lumot bermaslik va agar pul kechiksa, darhol sababini aniqlash, ya'ni vahima emas, nazorat kerak. Endi eng muhim, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala pensiya tushadigan karta boshqa odamning qo'lida bo'lishi. Ba'zan pensioner kartasini o'g'liga, keliniga, nevarasiga berib qo'yadi. O'sha yechib keladi deydi. Buning o'zi oilaviy kelishuv bo'lishi mumkin, lekin xavf katta. Agar karta yo'qolsa, PIN kod tarqalsa, mobil ilova orqali pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men pensionerlarga doim aytaman. Karta sizning nomingizda bo'lsa, javobgarlik ham sizning zimmangizda. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar yaqin odamingiz yordam beradigan bo'lsa ham, imkon qadar bankda qo'shimcha maslahat oling yoki ishonchnoma tartibini rasmiy qiling. Ikkinchi nozik masala, telefon raqami. Hozir bank ilovalari, SMS xabarnomalar, tasdiqlash kodlari telefon raqamiga bog'langan. Ba'zi pensionerlar eski raqamini ishlatmaydi, lekin bankda o'sha raqam turadi. Keyin karta bilan bog'liq xabarlar boshqa odamga ketishi mumkin. Bu juda xavfli. Agar sizning bank kartangizga ulangan telefon raqami o'zgargan bo'lsa, albatta bankka boring va yangilating. Hech qachon telefon orqali kelgan begona odamga SMS kodni aytmang. Pensiya fondi, bank yoki davlat idorasi xodimi sizdan karta PIN kodi, SMS kod, ilova parolini so'ramaydi. Uchinchi nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar nega pensiyam to'liq tushmadi deb so'raydi. Ba'zan bunga aliment, kredit ijro hujjati, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar sabab bo'lishi mumkin.
har qanday ushlab qolishning hujjatli asosi bo'lishi kerak. Agar sizga 1 million 300 ming so'm tushishi kerak bo'lsa-yu, 1 million 50 ming so'm tushgan bo'lsa, avvalo bankdan ko'chirma oling. Keyin pensiya organidan hisob-kitob izohini so'rang. Og'zaki taxmin bilan yurish kerak emas. Qog'ozda yoki elektron ko'rinishda aniq ma'lumot oling. 4-nozik masala. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, ayrim hollarda tiriklikni tasdiqlash yashash holati, to'lovni davom ettirish tartibi bo'yicha qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ayniqsa pensiyani boshqa odam ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsa, ishonchnoma qayerda tuzilgan, qanday tasdiqlangan, tarjima kerakmi, muddat o'tmaganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. Chet eldagi fuqarolar elchixona yoki konsullik orqali hujjatlarni tasdiqlash masalasini oldindan bilib olgani yaxshi. 5-nozik masala vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zan oilada pensioner vafot etadi, lekin karta qarindoshlar qo'lida bo'ladi va ular tushgan pulni yechib oladi. Bu keyinchalik ortiqcha to'langan summa sifatida qaytarilishi talab qilinishi, hatto huquqiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli organlarga xabar berish kerak. Pensiya shaxs vafotidan keyin uning nomiga davom ettirilishi mumkin emas. Faqat qonunda belgilangan tartibda dafn puli, meros qolgan to'lovlar masalasi ko'rib chiqiladi. 6-nozik masala. Yangi bank kartasi ochganda rekvizitlarni pensiya organiga yetkazish. Ba'zi odamlar eski karta yopildi. Yangi karta oldim, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Bankdagi hisob raqami o'zgarsa, pensiya qaysi hisobga tushishini aniqlashtirish kerak. Ayniqsa boshqa bankka o'tsangiz, bu juda muhim. Yangi kartaning nomi, bank MFO'si, hisob raqami to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi shart. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni stol ustiga qo'ying va tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, nogironlik bo'yicha xulosa bo'lsa, uning muddati, yashash manzili bo'yicha hujjatlar. Har birining sanasiga qarang. Muddati o'tgan yoki yaqin kunlarda tugaydigan hujjat bo'lsa, darhol harakat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning old tomonda amal qilish muddati yoziladi. Masalan, 0825 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil avgust oyi oxirigacha amal qilishi mumkin. Lekin ba'zi banklarda yangilashni oldindan qilish tavsiya etiladi. Karta bloklanmaganmi? PIN kod esingizdami? Telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS keladimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Shularni tekshiring. Agar tushunmasangiz bankka boring. Bank xodimiga aniq ayting. Men pensiya olaman. Kartam faolmi? Pensiya tushishida muammo bo'lmaydimi? Telefon raqamim to'g'rimi? Tekshirib bering. 3-qadam. Pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha mas'ul tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, oldindan savolingizni yozib oling. Ko'pchilik idoraga boradi, hayajonlanib asosiy savolini unutadi. Siz daftar yoki qog'ozga quyidagilarni yozing. Mening pensiyam qaysi sanada to'lanadi? Bank rekvizitim to'g'rimi? Hujjatlarimda kamchilik yo'qmi? Agar karta almashtirsam, sizlarga nima olib kelaman? Nogironlik muddati bo'yicha qayta ko'rik kerakmi? Shunday qilsangiz, bir borishda ko'proq masalani hal qilasiz. 4-qadam. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notariusga boring. Pensionerning o'zi borishi qiyin bo'lsa. Ayrim holatlarda notarial harakatni uyda yoki davolanish joyida rasmiylashtirish imkoniyatlari haqida so'rash mumkin. Ishonchnomada kimga, qaysi muddatga, qaysi vakolat berilayotgani aniq yozilishi kerak. Faqat pensiyani olishmi? Bankda karta ochishmi? Hujjat topshirishmi? Pul yechishmi? Bularning hammasi aniq ko'rsatiladi. Umumiy qilib yozib qo'ya qoling deb beparvo bo'lmang. 5-qadam. Nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, poliklinikaga yoki mas'ul tibbiy muassasaga murojaat qiling. Oldingi xulosalar, kasallik tarixi, tahlillar, shifokor ko'rsatmalari, davolanish varaqalari tayyor bo'lsin. Ko'rikka bir hafta qolganda emas. Kamida bir oy oldin harakat boshlagan yaxshi. Chunki tahlil topshirish, navbat olish, shifokor xulosasi olish vaqt oladi. 6-qadam. Pensiya tushmasa nima qilishni biling. Avvalo vahima qilmang. Birinchi bankdan tekshiring. Hisobga pul kelganmi? Karta faolmi? Ushlab qolish bormi? Keyin pensiya organiga murojaat qiling. To'lov ro'yxatida bormisiz? Mablag' qachon yuborilgan, qaytgan yoki aniqlashtirishdami? Agar javoblar bir-biriga mos kelmasa, yozma ariza qoldiring. Arizada ism sharifingiz, she'r
yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va ilova qilinayotgan hujjatlarni yozing. Arizada nusxa olib qo'ling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 25 avgust yangi qo'yda pensiya oshadi, kompensatsiya beriladi, karta tekshiriladi degan bahonalar bilan telefon qiladiganlar ko'payishi mumkin. Ular kodingizni ayting. Kartangiz raqamini to'liq ayting. Ilovaga kiring. Havolaga bosing deyish mumkin. Men qat'iy aytaman, bunday qilmaymiz. Davlat idorasi sizdan SMS kod so'ramaydi, bank xodimi ham PIN kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki idoraning rasmiy qabulxonasiga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar internet ko'rmaydi, yangiliklarni eshitmaydi. Hujjat muddatiga qaray olmaydi. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning kartasini, hujjatini, ishonchnomasini tekshirishga yordam bering. Lekin yordam berish bilan pulni nazoratsiz ishlatish boshqa narsa. Pensionerning roziligi va huquqi birinchi o'rinda turishi kerak. Birinchi vaziyat, onaxon pensiyasini vaqtida ola olmayapti. Sababini qidirsa, pasport almashtirilgan, lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti yangilanmagan. Bank identifikatsiyani yangilashni so'raydi. Onaxon bankka ID karta bilan boradi, ma'lumot yangilanadi, keyingi to'lov normal tushadi. Agar bu ish 25 avgustgacha qilinganda kechikish bo'lmasdi. Otaxonning o'g'li ishonchnoma bilan pensiya olib keladi. Ishonchnoma muddati tugagani hech kim sezmagan. To'lov kuni bank pul bermaydi. O'yla notariusga boradi, yangi ishonchnoma qiladi, lekin bir necha kun vaqt ketadi. Bu kunlarda dori-darmon olish qiyinlashadi. Demak, bitta sana butun oilaning rejasiga ta'sir qiladi. 3-vaziyat, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta ko'rikka kechikadi. U 1-2 kun hech narsa qilmas deb o'ylaydi. Lekin tizimda muddat tugagan ko'rinadi. To'lov to'xtaydi. Keyin hujjat tiklanadi, lekin odam bir oy asabiylashadi, idora yuradi. Agar u oldindan tibbiy hujjatlarni tayyorlaganida to'lovda uzilish bo'lmasligi mumkin edi. Azizlar, bugungi asosiy gap shuki, 25 avgust sanasi atrofida pensiya va nafaqa oluvchilar hujjat, bank kartasi, ishonchnoma, nogironlik muddati, yashash manzili va telefon raqamini albatta tekshirib qo'yish kerak. Bu vahima uchun emas. O'z pulingizni vaqtida, muammosiz olish uchun kerak. Pensiya sizning qonuniy haqqingiz, lekin tizim to'g'ri ishlashi uchun ma'lumotlaringiz ham to'g'ri bo'lishi shart. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangiz muddatiga qarang. Hujjatlaringizni tekshiring. Ishonchnoma bo'lsa, sanasini ko'ring. Nogironlik muddati bo'lsa, qayta ko'rik vaqtini aniqlang. Bankdagi telefon raqamingizni yangilang. Agar muammo bo'lsa, kutmang, darhol bankka, pensiya bo'limiga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Agar sizda pensiya tushishi, karta, ishonchnoma yoki hujjat bilan bog'liq savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz, qanday muammo bo'lyapti? Imkon qadar aniq yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki vaqtida eshitilgan bitta maslahat pensionerning bir oylik sarsonligini oldini olishi mumkin.